Homila suvi ko'p bo'lsa, bolada nuqson bo'ladimi? Homila suvini ko'p bo'lishi har doim ham bolada nuqson bo'lmaydi. Homila suvini ko'p bo'lishiga birinchi sabab bu ayolimizda turli xil infeksiyalarni bo'lishi, ikkinchisi yo'ldoshimizning o'tkazuvchanligi buzilishi, ya'ni ona va bola o'rtasidagi qon bilan ta'minlanishni orasidagi o'zaro do'stona munosabatni buzilishi, uchinchisi ayolimizning qon bosimi ham katta ahamiyatga ega bo'ladi va to'rtinchisi bolada nuqsonlarni bo'lishi ham homila suvini ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi. Birinchi o'rinda homila suvini ko'p bo'lishi bu infeksiya bilan bog'liq dedik. Albatta mutaxassis tomonidan bola skrining tekshiruvidan o'tkazilganda bolani lavlari, qattiq tanglaklari, qizilo'ngach, oshqozon va orqa chiqaruv teshigi ichaklari albatta ovqat hazm qilish sistemasini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Bunda bolada nuqson bo'lmasa, albatta bu bolada suv ko'plikligi infeksiya bilan yoki bo'lmasa ayolimizning qon aylanishi buzilishi bilan, qon bosimidagi o'zgarishlari bilan bog'liq bo'ladi. Buni albatta siz suv ko'plikligi nuqsonli yoki nuqsonsiz bolaligini bilishingiz uchun mutaxassisga murojaat qilib, to'g'ri skrining tekshiruvidan o'tsangiz, bunga aniqlik kirgizasiz. Har doim ham bolada suv ko'p bo'lishi bu nuqson degani emas.